Ideal garderob har bir buyumning o'z joyida bo'lishidir. Bu videoda sizga buning uchun kerakli aksessuarlarni ko'rsatamiz. Charm qoplamali tortma, nozik buyumlar va kundalik aksessuarlarni saqlash uchun maxsus tortma. Chuqur charm qoplamali tortma katta hajmdagi buyumlarni tartibli va ko'proq hajmda saqlash uchun mo'ljallangan. Aksessuarlar uchun charmli tortma, taqinchoqlar, soatlar yoki ko'zoynak kabi mayda buyumlarni alohida bo'linmalarda saqlashga imkon beradi. 8 ta shim ilgagiga ega tortma shimlaringizni g'ijim qilmasdan qulay va tartibli tarzda joylashtirish imkonini beradi. Oyoq kiyimlari uchun tortma oyoq kiyimlarni ixcham, changdan himoyalangan tarzda saqlashni ta'minlaydi. Aksessuarlarni saqlash uchun shkaf. Har xil mayda buyumlarni shkaf bo'lmasida saqlash va ularni izlashda vaqtingizni tejaydi. 360 daraja aylanuvchi oyoq kiyim kolonnasi. Ixcham joyda 36 juftgacha oyoq kiyimni joylashtirib, kerakli juftlikni tez va qulay tanlash imkonini beradi. Pantograf baland javonlarda kiyimlarni osib qo'yish va ularni bemalol olishni osonlashtiradi. Veshelkalar uchun shtangalar har kungi kiyimlaringizni tartibli saqlashga yordam beradi va kiyim tanlash jarayonini qulaylashtiradi. Har bir detal sizning kundalik hayotingizni yengillashtirish uchun yaratilgan. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.